Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etipə. Boludu balam, boludu. Ben sana ço, hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup bere ya. Dilala Ünnidar salonidagi barliq omaq do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun omoqlarimning qaysi chechakni anglag'isi bakin? Bugun men sizlarga o'zim eng yoqtirib anglaydigan Rossiya chechki terak bilan eriqni aytib beraymi? Undaqda omoqlarimning qulqi menda bo'lsin-a? Burunning burunizda Rossiyaning shimolidagi bir o'rmonlikda Ivan ismli bir yog'och kaskuchi o'tgan ekan. U o'zi yasab olgan aplikini yog'och uyda yolg'iz yashaydi ekan. Ivan intayin sog'lom, qovul va ishchan yigit ekan. Har kun o'rmonlikqa berib, atiyanining kechgacha yog'och kesidi ekan. Ivan har kun ishga manganda bir chiroyli yog'och uyning oldidan o'tadi ekan. Bu uyda Natasha ismli o'maq qiz yashaydi ekan. Natasha Ivanni yaxshi ko'rib qolgan ekan. U har atigini Ivan ishga manganda eshik oldiga chiqib turadi ekan yoki derazadan qarab turadi ekan. U Ivan bilan uchrashib qolsa, ixtiyorsiz qizarib ketadi ekan. Uning Ivan bilan salomlashqusi, hatto paranglashqusi bor ekan-u, tortinib eg'iz ocholmaydi ekan. Bir kuni Natasha hayratga kelib Ivanning oldini to'sabdi. Bu tatlı qaraqni men xilma-xil mevalarni ichitib yasagandim. U bek yaxshi. Ivan Natashaga tikilib qarag'inicha birdan turib qapti. Bu haqiqatan o'maq qiz ekan, deb o'ylabdi u. Yaxshi ko'nglingizga rahmat, debdi Ivan beparvolik bilan. Biroq men tatlı qaraqni yaxshi ko'rmayman. Ivan gapini tugatib yo'liga ketib qapti. Natasha uning orqadan qarab qapti. Ivanning salqin muomala qilganligidan ko'ngli qattiq yerim bo'lib, zangar ko'zlaridan hasrat yoshlari taramlashqa boshlabdi. Ivan so'g'uq muomala qilgani bilan Natashaning rayi qaytib qolmabdi. U Ivanga atab hubayga to'qibdi, yana deqi o'rmonlikning ishkirsiga kirib bo'ljirgan terib kapdi. Bir kuni Natasha hubayki bilan bo'ljirganni Ivanga sovg'a qilmoqchi bo'ldi. Biroq Ivan bu narsalarni elishni yanada rad qildi. Bir kuni Ivan o'rmonlik ishkirlab kirib ketib olsa, o'rmon tarisi bir daraxtning ochmiqida o'tirg'adak. U ta'sirligisiz darajada intayin go'zal ekan. Ivan bir ko'ribla uningga oshiq bo'lib qoldi. "Menga naqsha aytib bering", debdi o'rmon tarisi Ivanga. Ivan ovozini bo'lishiga qo'yib etib, o'z bildigan naqshlarni aytishga boshlabdi. Har bir naqsha tugaganda o'rmon tarisi: "Nemishqa to'xtab qoldingiz? To'xtab qolmang. Ivan, yana birini ayting, yana birini." degidak. Ivan to'laverib berib ketibdi. Ovozimi xirqirab qapti. Yana kelib, bak to'nglab ketibdi. "Ajab to'nglab ketdi", deb o'ylabdi u. "Uchamda po'poyga bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi, ha?" Ivan birdala Natashani aslab qapti. Ivan Natashaning muloyimligi va iliqligining o'rmon tarisining go'zalligidan ko'p ortiq ekanligini his qilishga boshlabdi. Uningga qo'pollik qilganlarni ko'z oldiga keltirganida yuragi pichoq sanchilgandek og'irib ketibdi. Yo'q, u eng suyimli qiz ekan. Men darhol uni tepishim, uningdan afv so'rashim, yana uningga bo'lgan muhabbatimni izhor qilishim kerak, deb o'ylabdi-da, aytayotgan naqsini to'xtatibdi. "Nemishqa to'xtab qoldingiz, Ivan?" debdi o'rmon tarisi. "Mening naqshanlig'im bor, yana aytib bering." "Kechiring, endi sizga naqsha aytib bera olmayman", debdi Ivan va Natashaning qishig'i mengibdi. Lekin uning kaynidan intayin qo'pol ovoz anglanibdi.
Sen onu мәңгі көрәлмәйсән. Muhabbet üçün tökкен yaşları onu eriq aylandırıp koydu. Әмді senin onu körəlişin mümkün əməz. Ivan Natasha'nın işkini qaqқан ekan, hech kim ishini açmapdı. U huduqqan halda atrofga qarasa, uyning nersidan bir eriq turg'idek. Ivan bu eriqni zodli ko'rib boqmagan ekan. Ivan qattiq qayg'uga petibdi. U ko'kka beqib, o'zining Natasha'ning qishida mangu turishni tilabdi. Xuddi sehr ishlatilgandek, Ivan bir tub terakka aylanib qoldi. Eriq uning yildizini Ivanning yuragini sug'urib turadigan bo'pti. Shunday qilib, Natasha suygan Ivan mangu uning qishida yashaydigan bo'pti. Do'stlar, bu chechakda nimani his qildinglar? Bizga yaxshi muomala qilgan do'stlarimizni, bizni qadrlaganlarni bizmi cho'qim qadrlaylik, ha? Tashqi go'zallik muhim emas, hammadan muhimi qalb go'zalligi. Bu so'zimni esinglarda ching saqlanglar, ha? Undaqda oxirda dillalar hadanglar agishib, tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglarchi. Harf qo'shqi. A harfi ay, B harfi bay, Y harfi yay, T harfi tay. Ayga minib tay ko'kka o'rlidi, yayga minib ko'pga ko'rindi. Ay bay tay qaldim yozolmay, chiqsin savodim qaydadan yozay. O'maqlarim, yana bir qaytam tayyorlab beray. A harfi ay, B harfi bay, Y harfi yay, T harfi tay. Ayga minib tay ko'kka o'rlidi, yayga minib ko'pga ko'rindi. Ay bay tay qaldim yozolmay, chiqsin savodim qaytadan yozay. Kech bo'lib ketibdi o'maqlarim. Amiz bugun baldur uxlanglar bo'lamdi. Atimish vaqtda Dillala Undidar salonida ko'rishaylik. Tatlı tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.